xalqim, ümid üzme ey ana yurt. Biz atlandık bu güreşke, o yıldaşlar uyuşur. Allah verse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulur. Zalimlarni yığlatkuda, Oğuz gibi küçlük bulur. Lepildeydu asminimda, göz çaplaytıp şu günü. Ay yıldızlık gök bayrağı, ey anam akan. Ay yıldızlık gök bayrağı, Şerqi Türkistan. Nevqıran şehitler ruhidin bugünkü yaşlarımızga bir nazar. Çatma mulahizeler. Abduri Gülşen Abduqadir Sahar. Mulahize birinci. Meşrep qalamga ağan yaşlıqның haqiqiy tarjimahali. Otur mektepteki çağlarımda Xitay yazgıcısı Yang Mao'nun Yaşlıq Naqsi namlıq romanını okup intayin hayacanlanğan edim. Kaşki meningmi özümge xas naqşam bolsaydı dep oylagan edim. Bu naqşa erkinlik naqsi edi. 1997 yılı men tuğulgan güzel şehir Guljidan qishning qahrdan soğuqlarını yerip bir naqşı dunyaga yangradı. Bu 5 fevral naqsi edi. Bu naqşa eğitilişki başlanışı bilen biz xuddi qetiqdek bir-birimiz bilen uyugan edik. Hazır teriqdek çechilip susuz qalgan güldek solup durupdimiz. 5 fevral naqsi bizden xeli bek uzaqlap ketdi. Xatiramdan. Guangzhou şəhərinin səhralarından İli vadisinin məşrəblərigacha şehit Abduxelil Mecitning 33 yıllık hayatı. O İngiliz tilini bilmeydi. Chet ellardagi oliy maktablarda emas, vatan ichidagi oliy maktablarning diploması yo'q edi. O 7 sınıfgacha Xitoy maktabda o'qigan bo'lib, 80-yillarda Xitoy islohot ishini sirtqi echivetish siyosatini yo'l qo'yganda, 7 sınıfgacha o'qigan Xitoychisiga ishonch qilib, Xitoyning dengiz bo'ylaridagi Guangzhou, Shanghai qatorliq shaharlarning darvozasini dadillik bilan chekkan edi. G'o'ljidagi bir eg'izmi Xitoycha gap qilolmaydigan nurg'unlagan yoshlar 7 sinf Xitoycha saviyaga ega amdili 18 yoshga kirgan og'aynisi Abduxelil Mejitga bo'lgan ishonch bilan uningga agishib, bu o'zi yaxshi bilmaydigan dengizga shung'ishgan edi. Uzun o'tmay Guangzhou shahrining sahrolarida Guangdongchini pechat so'zlaydigan, chashlari büdür, bo'yinlariga yo'g'on, altın zincirlarni osgan, 3 chaqliq motolarni haydigan, raqs sodis qildigan chet ellik yosh savdogarlar paydo bo'lib qoldi. Xitoylar bularga egilib ta'zim qilishib, xushamat qilishib ketadi. Ammo bular chet ellik emas, balki Abduxelil Mejit va uning hamrohlari edi. Guangzhou şəhərinin ətrafındakı yezlərdən Guangzhou şəhəriga kirish ig'izlarida tamojnadagi Xitoylar bilan siliq sipoyi holda taktikalik muomalalar bilan so'zlashib, o'zining raq va boshqa narsalarni, shuningdek sabdoshlarining mollarini bexatar o'tkazishdagi usta va mahir diplomatchi Abduxelil Mejit edi. Uzun o'tmay g'o'lji ko'chalarda chochlarini uzun o'stirgan oppoq ko'ylak, shtan va oyoq kiyib, kesak un alg'uni bo'lishiga yangirtib, qizil motosikletga mingan egiz bo'yliq, qoshlari qo'yuq bir yigit paydo bo'lib qoldi.
Hamma kishi havas bilan orqasiga o'rilib bu yigitga qaraydi. Chunki u chaqda G'oljada texi motosiklet yo'q bo'lib, Guangzhoudan G'olji shahriga motosiklet elib kelgan savdogar Abduxelil Mejit edi. Uzun o'tmay Ili daryosi bo'yi tarafga Mejit aka bir qo'rojoy silib, bu yerga bir o'g'ilni aklib solab qo'ydi. Chunki bu o'g'il tamaki xumar bo'lib qolgan bo'lib, asli vaslini istidak ichida yo'q qilish gardaviga berib qolgan edi. Uy ichida bir jon tamakining xumara tutib ketgan chaqdagi ichinishlik tragediya bilan kurash qilib, bir bulonda jaloqlab titirmoqda edi. Bu dal Abduxelil Mejit edi. Uzun o'tmay bu shaharda daraxtlar potli chiqirib, bahor yomg'irlari to'kilib, gullar echilib, mevlar pishishga boshladi. Potli chiqargan daraxt yo'pirmoqlari to'kilib, qor lapildab yig'ishga boshladi. Mahallarimiz avatlashib, bir-biri bilan qizg'in qo'l ilishib ko'rishayotgan top-top Uyg'ur yigitlarini mahalla to'qmishlarda ko'rishga boshladik. Bir notiq yigit so'zlamoqda. Keyinchi uning tabliq leksiyalarini anglash uchun shaharning u chetidan tartib yezi qishloqlargacha kishilar u tabliq qilayotgan mahallaga oqadigan bo'ldi. Uning ismi Mashrab edi. Shahardagi g'ariq sharab botkullari cho'ldarab qoldi. Tamaka da'dadan titragan jonlarga yangi ruh kirishga boshladi. Yigitlar juma namozlari uchun jamilarga top-top bo'lib kirib kelganda, yurt jamoatning ularga maslahi keladi. Bu shaharning hamma bulon pushqoqlari mahalla qishloqlarda bir ruhiy uyg'onish, ruhiy illiqlik va issinish ko'rilishga boshladi. Yigit tabliq leksiyalarini so'zlamoqda. Xuddi piqurg'uch muz ustida piqirab uyub qolgandek, xuddi bir qo'shiq qetiqning sut ichiga silinishi bilan sut uyg'andek shaharda uyum, shaharda mehr muhabbat, shaharda ruhiy huzur asta-asta o'zini ko'rsatmoqda edi. Bu silkinish, bu uyg'onish, bu mehr muhabbatni shahar yuziga takshi sapgan kishi Abduxelil Mejit edi. U o'z hayotini so'roqqa tortish bilan Yunon filosofi Sokratga kuchlik nutqlar bilan bu xilvat shaharning Martin Luther Kingga aylanib qilayotgan edi. Shahar hayronlikqa cho'mdi. Kishilar buni bir mo'jiza deb qarashdi. Chunki u 7-sinfgacha Xitoy maktabida o'qigan birisi bo'lish sifati bilan odatdagidek Uyg'urcha biladigan bir yosh edi. Uzun o'tmay Mashrabga kelgan yigitlarning uyiga qaytqisi kelmaydigan bir ahvol shakllandi. Ular Mashrabning ismini mehr illiq uy deb ta'riflashdi. Bu mehr muhabbat, o'mlik va ittifoqlik, huzur halovatni barpo qilgan kishi Abduxelil Mejit edi. Yigitning muhabbat va nafrati intayin aniq edi. Uning dushmani Xitoy bo'lib, o'z millatini intayin so'yatdi. Xitoy mustamlikasini asla va asla qabul qilmagan edi. Shaharda tova, chiroydan nur yig'ib turdigan, qo'ru ishiga kirolmadim, chunki odam bek ko'p. Darvozaning sirtidagi yo'g'on daraxtning ustiga chiqib turib, uning tabliq leksiyalarini angladim va yiroqdan ko'rdim. Qoshlari qo'yuq, kulimsirabla turadigan. Oppoq kiyimlar bilan Xizirdakla ko'rindi ko'zimga degan shivirlashlar anglashga boshladi. Uzun o'tmay bu xilvat shaharning mehri illiq mahallarini qaplagan mashrablarda qag'i quzg'unlar ancha-muncha qaqildashga boshladi. Chunki ular qisqa muddat ichida tez kengayib, xuddi Qosh daryosidek shoqirab jiddiy iqishga boshlagan bu uyushush va mehr muhabbat daryosidan o'zlariga bir vahima qilishgan edi. Ancha uzun o'tmay bu mehri illiq daryo kuchlar tarafidan kichik iqillarga bo'lib etildi. Andin iqillarmu yo'q qilib etildi. Uzun o'tmay bu shaharni oppoq qorlar ig'ir besivag'an, qorni dassiganda zamindan g'ich qilgan sado qaytadigan intayin so'g'ib bir kuni kishilar yilqi mehri illiq Xizr sifat yigitning orqasiga minglarcha yoshni agashtirib, qo'shimlar turilgan holatda ko'chalarga tugilganligini ko'rishdi. Yana shu kuni
Uning sabdashlari uni Ili oblastlik saqchixonaning ichida qo'llariga ko'yzi silingan, boshlaridan qon eqib turgan holatda ko'rdi. Shundaq holatdami yigit sabdashlariga ümidsizlanmanglar, bizning yo'limiz to'g'ri yo'l deb ilhom, madad berib turadi. Bu uning sabdashlarining uni oxirgi ko'rishi bo'lib qoldi. Ili viloyatiga qarashliq Chapjal noya turmisining qorong'u zindonining bir bulungida tayoq zarbisi va qiyin qistoqlar sababidan bir teri, bir so'ngak bo'lib qolgan bir Uyg'ur yosh intayin qiynalib nafas olgan holatda daq yerda yotadi. Bu Abduxelil Mejit edi. U xalqini axloqiy taklaganligi, xalqiga mehr muhabbat va uyushish, birlashish ata qilganligi uchun mushu ahvolga duchor bo'lgan edi. Demak, ma'lum kuchlar Uyg'ur yoshlarining axloqliq bo'lishini, uyushishni xohlamayotgan va intayin qo'rqayotgan edi. Uzun o'tmay zolimlar uningga o'lim jazosi hukm qildi. Ammo bu xilvat shaharda Abduxelil Mejitning Xitoy o'tirib qo'ygan talablarni rad qilganligi, o'z qilmishidan pushmon qilganligi haqida va'dnoma yozish uchun sunilgan qalam qog'ozlarni Xitoy Gundopayning yuziga otganligi, do'stlarini pash qilib ihonat qilib qolmaslik uchun tilini chaynab olganligi haqida har xil hikoyalar tarqalishga boshladi. Uzun o'tmay yigitning oilasi uning turmada jon uzganligi haqida xabar topshirib oldi. Yerliki qo'yishqa yigitning ota-onasi va tag'isli qatnashgandan boshqa bir mashina askar atrofni qo'rshagan holatda dafn ishlari intayin maxfiy elib berildi. Bu joy dal Chapjal noyalik sut parshugi zavodining atrofi edi. Jiroqdan 14-15 yoshlar chamasidagi bir Uyg'ur bola bu ahvollarni maxfiy kuzatib turibdi. Xitoy askarlari bu qabrni bir oycha kech kunduz nazorat qilgandan keyin qaytib ketishdi. Uzun o'tmay bu qabrda bir mevalik daraxt paydo bo'lib, yillarning o'tishi bilan meva berishga boshladi. Bir kuni yarim kechida Chapjal noyalik sut parshugi zavodi oyliklar qurusi atrofida soqchi mashinalar dahshatli chaqirib ketdi. Hamma vahimaga cho'mdi. Bir yigit yotqandan tatib chiqarilib, beshiga tog'ara kiygizilib elib ketildi. Shundan keyin uning izdirga bo'lmadi. Xilvat shahar ig'ir sukunatga cho'mdi. Ammo sukunat qonliq kurashga hamildor edi. Bugun men 25 yil burungi bu go'zal xilvat shahar quljidan to'limi uzoqdagi bir davlatdaman. Yoshlik va yoshlikning qimmati haqida o'ylanib qoldim. Sarka Abduxelil Mejit shahid bo'lganda 33 yoshlik navqiron yigit edi. O shuncha yosh bo'g'iniga qaramay o'z xalqini mehr muhabbatga to'lgan mashrab kunligi ostiga to'plagan edi. Shundaqla yakin chiqarib qoldim. Yoshlikning qimmati, vatani va xalqini qanchalik so'yganligida, vatani xalqi uchun qanchalik badal to'laganligi va vatani xalqi oldida qanchalik samimiy bo'lganligi bilan ifodalandi ekan. Yana o'ylanib qoldim. Shahid Abduxelil Mejit va mashrab kunligi ostidagi 5 fevralning navqiron yigitlarining birli dushmani bor edi. U bo'lsa Xitoy edi. Ular o'z xalqiga intayin mehribon edi. Mana bu 5 fevral ruhi va 5 fevral qimmat qarashlari edi. Yana o'ylanib qoldim. Ajaba Abduxelil Mejit o'lim jazosiga mahkum qilinganidek nima jinoyat o'tkazgan edi? Uning gunohi nima edi? U faqat xalqini axloqiy taklagan, o'zini isloh qilmagan hayot yashashga arzimaydi deb qaragan, o'z xalqini mehr muhabbat bilan quchoqlab, uyushtirgan va ittifoqlashtirgan edi u. Natija shuki, demak, Xitoy Uyg'urlarning har yer va har joyda ittifoqlashib, uyushib ketishdan tunugunmi, bugunmi va atimi intahin vahima is qiladi ekan. Undaqda bugun chet ellarda yuz berayotgan bu inkorchilik, safsata, odam tillash
va hokazolarning oqisida xalqini axloqqa, mehr-muhabbatga chaqirganlarga o'lim jazosi beradigan Xitoy bormi qandaq? Vatanga qarab, "Hey mashrab!" deb vaqirg'im keldi. Chunki oningdan mehr-muhabbat, birlik, ittifoqlik degan aks sadoning qaydishini bakmo arzu qilatdim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.